Narxini nech pul deb o'ylaysizlar? Narxini aytsam aniq pulga qisqashi mumkin. Sizlar mana hozir Amerika yoki Kanadada deb o'ylayapsizlar. Lekin adashasizlar. Bu Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Kabardon mahallasida joylashgan uyimiz. Bu uyning narxi nech pulga tushganini video oxirida aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Eng qizig'i, bunaqa ekzotik eko dachani siz har doim ham ko'ravermaysiz. Shu uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Endi hozir uyimiz ichkarisiga kiramiz. Bu yoqda kirishingiz bilan sizni studiya zalimiz kutib oladi. Bu yoqda demak, bemalol mehmonlar bilan kirganda o'tiradigan joy, bu yoqda oshxona kichkina va bu yoqda kitob yoki shunga o'xshagan narsalar saqlash uchun javon, ariston, issiqlik suvlari ta'minlanishi uchun va bu yoqda yuvinish xonalari, rakvina, hojatxona va eng glavnisi bu yoqda sauna ham bor albatta. Kirib kelganda mana bu zina nima ekanligini hammalariz qiziqqan bo'lsalaringiz kerak. Buni tepasida chiqqandan so'ng bizda ko'rsalaringiz bo'ladi. Yotoqxona qilib ishlatish uchun zona mavjud. Biz hozir Saidxon aka bilan o'tiribmiz. Bu kishi bu xonadonning egalari. Saidxon aka, bu xonadonni sizga necha kunga topshirganingizni o'zingiz ayting. 22 kun vaqt ketdi. Ishinglarga gap yo'q. Qanaqadir tog' yambari, suv bo'yida bo'lsa joyi qilib qo'ysa zarar qilmaydi. Oilaviy kelib dam olib ketsa bo'ladi, xudo xolisa. Hammasi a'lo darajada zo'r chiqdi. Ko'nglimdagidan ham a'lo chiqdi. Shu fursatdan foydalanib ustalarga ham kattakon rahmat deyman. Sizlarga ham kattakon rahmat. Har doim omadinglarni bersin. Yanada yangiliklar yarataveringlar. Biz sizlar bilan ishlayveraylik. Rahmat.